ağzını jum degende oldu. Şu ağzını jumay. Mayak nersin kıl. Her kandak ketini kuluğun ağlısın. Mayaktan anlatmayarsın çıkıyorsun. Bu kızım matrepte kilma matreptim seninki ya. Bu kızım matrepte kilma matreptim seninki ya. Seni saklap gözümde Ben bir şey karab tepesem bunu hiç kalsın Allah karab. Hemen karab. 刀郎是就是唱歌的，刀郎你应该打。Abdülkerim ablis, Abdülkerim ablis, Abdülkerim ablis diyen. Kompütörüm üstü getirsin. San'atkorlarning kishilarni jalb qiladigan o'zgacha xosliklar bo'ladi. Bizni qoyil qiladigan ulardagi talant va ishonch tuyg'usi. Urumchi radio televiziyasi bilan do'lan ovqatchiligi hozirlagan bu katta sahnada cho'lponlarimiz bilan texim yaqin oraliqda turib uchrasha olasiz. Bugun sahnamizda ikki kozir komanda hozir bo'ldi. Undaqda bugun zodi qaysi guruhga sizning kulki chekingizga hujum qila oladi? Zodi kim sizni qaqoqlatib kuldira oladi? Her iki grubunun ro'yi tayyorligi nihoyatda mukammal bo'lib, do'stona raqobatni shakl, o'yinni vosita qilib, eng oxirida yanada ko'pchilikka shodlik kulkisi bag'ishlashdi. Salam naq maydondagi mehmonlar, salam ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, salam karxanchilar. Programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Mahira Abdug'ani. Salam naq maydondagi aziz ko'rurmanlar, ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Riyosatchi Adila Nijatdin har biringlarga o'tib salom, oliy ehtirom. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Shinjang Do'lan ovqatchilik cheklanish shirkati birlashib ishlagan Abida Cho'lponlar sahnasi programmasi. Kulgan yuzlardan baxt parlaydi. Kuldirgan yuraklardan mehr muhabbat taraydi. Shundaq, bugundan e'tiboran ko'pchilik bilan yuz ko'rishgan Abida Cho'lponlar sahnasi programmamiz kulkini asos qilgan holda dangliq cho'lponlarimiz, shundaqla xalq orasidagi talantlilar va ilg'or shaxslarni taklif qilib, o'zaro musobaqalashgan asosda qiziqarli o'yin turlarini asos qilib turib ko'pchilikka bahr ato qiladi. Demak, bugundan e'tiboran Abida Cho'lponlar sahnasi programmamiz ko'rmanlarning huzurida bo'ladi. Albatta, bugungi programmamizmi bizning yurtimizdagi az bo'lgan karxanchilarimizning qo'llab-quvvatlashi, madad berishi natijasida nihoyatda muvaffaqiyatli holda ro'yobga keldi. Undaqda programmamizning tajdarini bir e'lon qilib o'tamdik. Qani, boshlaylik. Bizning bugungi programmamizning tajdorligini Shinjang Abida kasbiy pochaklik shirkati o'z ustiga oldi. Shinjang Pirit xalqaro savdo cheklik shirkati alohida talab qildi. Shinjang Qo'shnur yuvish buyumlari cheklik shirkati alohida qo'lladi. Shinjang Asr yulduzi savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashdi. Undan boshqa Lenda Pantexnik cheklik shirkati programmamizga qatnashgan cho'lponlarni har oyda 50 ming yuandan yilda 600 ming yuan naqd pul bilan mukofotlaydi. Muborak bo'lsin. Biz bilan hamkorlashib, Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Do'lan ovqatchilik cheklik shirkati birlikda ishlagan Abida Cho'lponlar sahnasi programmamizga hamkorlik o'rnatgan barliq karxanchilarni chin ko'nglimizdan qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Mayra, onundan başqa yana bugun bizning naq maydonimizga az bo'lmagan karxanchilarimiz alohida vaqt ajratib kelib, bizga naq maydonda turib madad bermoqchi. Ularni ko'pchilikka bir tanishtirib o'tamdi. Tanishtirib o'taylik. Junior Xingji uymilik shirkati Yingshan Shinjang yemak-ichmak madaniyat ko'chasidan Minavar xonim qarshi olamiz. Shinjang Iran xalqaro savdo cheklik shirkatidan Munira Ablimid qarshi olamiz. Shinjang ko'znak uchur pantexnik cheklik shirkatidan Varis Qurban. Shinjang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkatidan Adiljon apandi qarshi olamiz. Shinjang Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkatidan Yaqubjon Umar qarshi olamiz. Shinjang Liyanda Pantexnik cheklik shirkatidan Adila Ilg'ar xonim qarshi olamiz. Shinjang Chindil Bio Pantexnik taraqqiyot cheklik shirkatidan Yasinjon Sulaymon apandi qarshi olamiz. Shinjang Loqman Hakim Bio Pantexnik cheklik shirkatidan Aytura xonim qizg'in qarshi olamiz. Shinjang Parila xalqaro savdo cheklik shirkatidan Mehrigul Tursun xonim qarshi olamiz. Shinjang Mo'jiza Biopantexnologiya taraqqiyot cheklik shirkati Mo'jiza Uyg'ur tibobat dori zavodidan Muhammad Ali apandi qarshi olamiz. Urumchi Go'harbog' savdo cheklik shirkatidan Muhammad Ibrohim qarshi olamiz. Shinjang Qo'shlug'um savdo cheklik shirkatidan Ayshigul xonim qarshi olamiz.
Şinjan Baş Əgin Modi Kiyim-Kechak Layihələş Tikiş Çəkili şirketidən bu Hajar Abdukerim xanım qarşı alınız. Şinjan Sardan Savdo Guruhidan Qaysar efendim qarşı alınız. Şinjan Axloq Savdo Çəkili şirketi B8 Energiya İçimliklərdən Adilcan efendim qarşı alınız. Şinjan Anargülüm Savdo Çəkili şirketidən Anargül Yunus xanım qarşı alınız. Programımızı qo'llab-quvvatlab, bizga yaqindan yordamda bo'lib kelayotgan barcha korxonchilarga yana bir qatam chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Bayram programımız 3. songa mana qadam bosdi. 3. sonning mo birinchi o'yinni biz yanala to'g'ri yetkazgan o'yini bilan boshlandik. Chunki mayli tomoshabinlarimiz bo'lsin, mayli bizning cho'lponlarimiz bo'lsin, bu o'yinga nihoyat qiziqdi ham bu o'yinda kayfiyat eng yuqori pallaga chiqdi. Bu o'yinga 5 nafar guruh a'zosi qatnashadi. Ularning orasini harakatchan tam to'sib turadi. Birinchi a'zo xatni ko'rib, harakat orqali ifodalab, ikkinchi a'zoga yetkazadi. Ikkinchisi orqadagisiga yetkazadi. Eng oxirdagi a'zo riyosatchiga o'z faraz qilgan so'zni aytib berdi. Bu orliqda qat'iy ovoz chiqarishga bo'lmaydi. Bo'ldi. Undaqda Qo'shnur guruhi, Soyibxon guruhi, Asr Yulduzi guruhi, yana Mehmon guruhi. Qo'shnur guruhining guruh boshlig'i Abdukerim xon bilan Asr Yulduzi guruhining guruh boshlig'i G'ayratxon Beksun qaysi guruhga oldi bilan mazmun chiqirdi, qaysi guruhga topdi? Qani. Biz Soyibxon, G'ayratxon, Mehmon. Biz Mehmonni aziz bilgan xalq, Mehmondan kelsin. Ondan sonra bizden geldiler. Biz başladık. Özürden kelsin. Baş. Qani, ishga guruh tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Qani, Abdukerim aka, sizlar o'rninglarga kelsanglar bo'ldi. Sizlarga ikkinchi o'ringa chiqib baqsizlar dedingiz. Xosiyat başlasın. Ona kedim ben de akep bir. Ben başlab baqdim. Siz başlab baqdingiz. Xosiyat başlab baqsin. Siz başlab baqdingizmi? Yok. Yine baqdingiz siz. Başta almış turibdingiz. Sen ikincisi bak. İkincisi varayım. Üçüncüsü to'g'rilaydigan Asıl. To'rtinchisi market. İkimiz yıkara turibdi. Qizlarning tayyorlik kutib qoldi, unda xilsamaylar. Boshlamdi. Boshlaylik. Cho'lpon, siz ko'rsatasiz. Bari bir bizim Turkan'a gelge çıkılı bak. Bir şey kapısı tutaydı. Qani, tomoshabin do'stlar ko'rib yiqinglar. Bo'lami pishib qoldi hozir. Gelmez bulduk bizim yazga şey tamaşını küldüreldi. Xosiyat. Ha? Qani birimda yazgan o'xshaydi-mi? Çabuk çaldı yukarıda. Chavak chaldi vaqtida. Ne mi hak ya? Baytam. Ay Mayra da yuribdi. Endi boshlab ketdimiz. Birinchi tam ayrildi. 3 2 1. Vaqt o'tdi. Abdus bir ish badla. Qani, Xayrguldan. Baba. Bana geldi ama yebelim bizim geldi. Qani, Ne bu? mehmon guruhim kelinglar. Bir hayvan okşaydı bu. Xayrguldan kelinglar qani. Avval savolning javobini natijasini bir anglab o'taylik. Mamajon akamninki
Naq maydondagi ishbatlagan ishbatsidan. Abkiram ustozlar nimani his qila oldi? Anglab boqayli. Abkiram. Olinakdan bolas chal qo'yib degandek. To'g'ridimi? Ha, to'g'ri ekan. Muqaddam shunday qo'ya. 1 2 3 Olinakning bolasi chala quyruq. Unda bo'lsa. Unda bo'lsa. Xosiyatida. Yana qasam javob berdi mana. Ko'shdim bizni hech bir tiqib etganingni. Olinakning. Ha, chala Olinakdan bolas chal qo'yib dedim. Olinak bolas chala Yo'q, quyruq. yo'q, nima? O'zingizmi? Oли quyruqli kala dedi. Nada oli quyruqliq kala bo'ldi. Oли quyruqliq Unda bo'lsa men texamim muqimlab debdim. Olinakdan bolas chal qo'yib to'g'ribdi. Ya o yoqa gezishga gap qatda aka. Olinakdan bolasi Unda chala Olinakdan quyruq emas, Bizim oli quyruqliq to'g'ri qari Ama kala. agam logika tushmaydi, meni toptirim to'g'ri. Biz to'g'ri debdik. Hozir Asr yulduzi guruhidan chiqarib bergan savoli, ya'ni ifodalashga tegishli bo'lgan mazmun oli quyruqli qari kala. Emas, Ali quyruqli bo'lsa bu kala, herkes ali inek yoki ali kala bo'ladi. Bu herkes qari kalning quyruqini chalib qolsa, qanday bo'lmaydi. Bu hozir senga gap bo'lma. Senga gap bo'lma, hozir nima bo'ldi dedi? Senlar oqtellik nega erdigandek gap bo'ldi. Ya g'ayratga siz bir gap qiling. Voy, yeni bir qatim bor, bir qatim bilan. Gap qiling. Voy, bu bir qatim bilan ifodalab. Bir qatim bizni yanapa qilib. Mayli. Yulduz korpusi yengib chiqdi. Muborak bo'lsin. Kulib turinglar. Xo'sh, endi bizning qo'shnilar korpusi. Endi savol chiqarish navbati qo'shnilar guruhiga keldik. Asr yulduzi sizlar topsizlar. Mana adila qaraydigan bo'lsak, ishga guruh a'zolari shunday astoydil bir taraf savol chiqaryotdi, bir taraf qandoq tepish haqida muloyiza olib beryotdi. Demak, kuch birlikda, ish o'mlikda deganning xulosasini chiqarish oldi turyotdi. Qani, Programmamiz oxirgi borgan siri bizningki cho'lponlarimizning tajribasi bo'lishib, mayli to'g'rashiyati bo'lsin, mayli tepishiyati bo'lsin, mayli saviyasi ustunlab ketyapti. Undaqdan bizningki birinchi bosqichda o'yinimizningki ikkinchi turni boshlab ketamiz. Xayrgulda isbon olaman. Qani, Sar, vaqtlar turib. Tayyorlik qildim. Давай. Asr yulduzi korpusi. Mana cho'lpon ko'z tuydi, ha? Ay, jazı işe girip görsün hadi. Nima bo'ldi? O'ychizlar. 1 2 3 yalayla. Akettin, Bo'ldi, akettin. qaytdim. Bo'ldi. Qani. Galı gap qilmaylar. Cho'pagul gap qilma. Ey, og'zida. Og'iz miyma keksa. Hayratga. Abkirimga qanaroq isbotlayotdi? Ya uqmadim. Qani, Asr yulduz korpusi marhamat. Endi Ruqiyadan oxirgi javobni anglaymiz, ha? Ruqiya qanday yolg'iz? Ya menda boqay. Ruqiya Menda boqay. Ma'qul. Ha, qani. Unda qarmaymiz oyoq bilan. Eng oxirgi his qilamiz. Yes qildingiz emas, nima javobni oldi? Voy, Mamajonjim. Darvashdi buyurdi. Qala. Ola kala, qara kala. Ya. Oq kala, qari kala. Ya, to'g'ri. Oq kala To'g'ri. o'xshash. Muborak bo'lsin, muborak. Ammo
bak. Hoş geldiniz siz bir 5 ketim işi yapın ha. Ben bu kim o? Siz. Alkala karkala, alkala karkala, alkala karkala, alkala karkala, alkala karkala. Allah siz bizga vakalat dediniz, endi çolpan deb baksın. Ha çolpan deb bitme. Alıkala karkala, alıkala karkala, alıkala karkala, alıkala karkala, alıkala karkala. Bizning bu qitimliq to'g'ri yetkazim o'yinimizda yanıla Asir Yulduz Korpusi. Qaranglar qayerdan olmoqni. Muborak bo'lsin. Endi Kafamızım Saturdukam umunu xotnom. Bayağı yıkılıp bıkıdım tepemden öz tepegen diyesin. yog' bilan go'sht bir tuqqan piyozning ko'yga Mehmetjon jim turing. Qani, jarayonlarga bosinglar endi. Ishqiloblar qo'shib ketinglar cho'lponda. Adila, bu qitimliq raqobatda bak ko'ngilliga ishga guruh a'zolari izchil kayfiyatni aytish qurolati saqlab keldi. Endi mazmun yozishni o'tdi. Yanalar Asir Yulduzi. Hayratga kaloshi. Sizlar endi mazmun yozsizlar. Abdukerim kam guruhsi, ya'ni Qo'shnur guruhsi topdi. Hayratga tayyorlig'inglar bitdimi? Buni hazır. Qani Qo'shnur guruhsi o'rnalar kelsanlar bo'ldi. Abdukerimga o'rnalar kelsanlar bo'ldi. Asir Yulduz Korpusining tayyorligi bitdimi? Az qoldi. 15 tur. Rumayizot tamslay. Abdukerimga o'rnalar almışaqdi, asli qalqanlar bo'ldi. Olmuşumuz. Başta ben tapdım. Absopor. 5 Birincisi bırak. Oldu. Absopor birincisi, Mehmetcan ikincisi, Xasiyet üçüncüsü. Mana guruh boshlig'i degan mundaq bo'ladi, ha? Butun mas'uliyatni zimmasiga kelyapti. Asir Yulduz Korpusi sizlarga qarabla qoldik. Tayyorlikni bek uzun qilding, savol sal tas chiqib qolgandek turamdi, ha. Balkim. G'ayratlandi-da, ikki qatim tutqan ekan. Yaxshi. Başladık çolpan. Ne oldu? O absapırın hayırlı kufta. Absopurni beş gün şulğan buldum tapalaydıqanda gelmez. Tirishwadı da absapır. Tirishwadı da. Egziniz diqqat qiling, sport. Bir şey cevap geldi. Tanışkın dostlar, Mehmetcan'ın işbadlışı şundak yaktı ya. Spor, stiker kitib turaman. Voy bizning balon qapiya bor. Balon qapiyani biz o'ynamamoq. Tam ipilib ketdi. Qani, Abdukerim qa. Qo'shnilar Korpusi marhamat. Başkası bile var. Duruyorum. Biz sizlar qilganimda kelib olmagan. Aya qarab turgan bo'ldi. Endi biz Abdukerim qamga yig'isi qarayli ya. 3, 2, 1. Kesekle başla bizden uygusak attı diye. Tapalaysizlar, chaqchaq qilmay tapanglar. Çammatay mı çellen geldim gende ha? Xasiyatda. Başlamagan mellen geldim ya. Hadi, jurtu. Ben cazimlashtirib bering Abdukerimga. Tapamadım şu an. Getirimni sorma mendi. Çünkü jirak sen tig'amdi. Tapamadı. Xasiyatda siz nimani ifodalamoqchisiniz? Men Mehmetcan ishbodlagan ishbod. Mehmetcan deb qo'ygan. Mehmetcan nim demoqchi sizcha? Bo'lmaydi. Bo'ldi Mehmetcan deb bo'ldi Mehmetcan desa bo'ldi. Onu degan bilanmi u bek uzun narsa. Bizning oyda to'ttoq chop yo'ldi.
Ya şu. Tamam ses diyorlar. Çünkü biz ahırkı sanaq ötüşki bir degengiçe Abdülkerim kanın ahırkı cevap tapamadı. Şuna sizler yeni çıktınlar. Men Çolpan programımızdaki 3. sanıda 1. basqıçlıq müsabaqada yengib chiqqan Asir Yulduzi gruppasiga birdan Çolpan kartasi sovg'a qilamiz. Muborak bo'lsin. Ondaqda yengilib qolgan Qo'shnur gruppasidan vokaldan nomer o'rlab bergan Abdusopur, qani marhamat. Sizga qaysi naqshini aytib berdigansiz? Mehmonlarning hurmatiga men o'zim eng yoqtirgan naqshdan birini taqdim etsam. Rahmat. Qani birga anglaylik ya. Yürek bu sen yar
qadrli ko'rman do'stlar, biz 3-san programmamizning 2-bosqichlik o'yin turib keldik. Adila, biz nima o'yin o'ynaymiz? Yana cho'lponlarimiz nima o'yin o'ynaydi? Menimcha, bu bosqichdagi o'yinni mayli ekran oldidagi ko'ruvchilarimiz bo'lsin yoki naq maydondagi cho'lponlarimiz bo'lsin, hamma cho'qim yoqtirib o'ynaydi. Chunki bu o'yinda biz bolaligimizni asliyalaymiz. Biz bolaligimizdan o'ynab cho'ng bo'lgan, o'ynashni to'liq yaxshi ko'radigan sabr o'yinini bugun sehnimizda birlikda o'ynaymiz. İkinci o'yin sabr o'yini. Bu o'yinda guruh a'zolari sahna o'rtasida qator turadi. Qarshi taraf a'zolari ikki tarafga bo'linib, sabrni qarshi tarafga otadi. Sabr tekkizgan a'zo sonining oz ko'pligiga asosan yengilish belgilanadi. Undaq bo'lsa, yanala ishki guruhi boshlig'ining og'ziga qaraymiz. Abdukerimga, G'ayratga. Kim o'tirib turdi, kim oldindan sabrni atdi? Das o'ttirda qaysi guruh tursin, dastlab atqanni qaysi guruh assin? Xo'sh. Degan yo'l qo'yganda, akalarimizdan o'g'ilgan ayollarimiz chiq bizdan. Qani, Abdukerimga kesib beraman. Unda bo'lsa, sizning bog'lar jutongroq oldi turpas bo'ladimi? Ma'qul. Bo'ldi. Unda bo'lsa, qo'shnur guruhidan boshlaymiz. Qani, sehnimiz manamat. Qani. Qo'sh. Bizning o'yinimizning yugurash doirasi mana sahna o'tirib silingan bu ko'k palasning ichida bo'ladi. Mushu ko'k palasning ichidan chiqatmay, o'zini sabrdan qochirsa bo'ladi. Undan boshqa, agar sabrni tutib olsa degan bir o'y ko'pchilikning qalbisiga kelgan bo'lishi mumkin. Undaq bo'lsa, kichik vaqtimizga qoida bo'yicha bir jon deb bir nomer beramiz. Agar tegib ketsa, bir jon olib bo'lgan bo'lsa, bir jon qoldi deymiz. Demak, 30 sekund ichida bir jon emas, 3 jonga sabr tegib ketib qolsa, u guruh yengilgan bo'ladi. Qani, boshlab ketaylik. Tuvasanlar bir jon nomer qo'shimiz. Unda bo'lsa, qo'shnur guruhi sehnimizga o'tirib kelsanlar bo'ldi. Kelamiz. Hazirda, Xayrulloda, Mamatjon, Absofur. Qani o'tirib kelinglar. Hozir chikadan kelib, to'ydan biroqlanma. To'ydan biroq keladi. Diqqat ko'pchilik. 3, 2, 1, başladik. Mamatjon tutib ol. Absofur chiqibdi. Absofur. Siz bosh ko'ch palasdan chiqib ketdinglar. Qara o'tsin deydi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Allah! Qo'shnilar guruhi yig'ildi ya. Endi o'rin olishimiz ha. 3, 2, 1. Başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çolpan çıktın. 9. Hayrat kaç çıktın? 9. Hayrat kaç çıktın? 11. Bir adam kaldı ya. 13. 15. Yengildi ya. Asır yulduzu gruppisi bu qitimqi musobaqada yengilib qoldi. Endi yana o'rin olmishinglar. Yana davomli qo'shnilar gruppisi keldi. Qo'shnilar gruppisi keldi. Bu guruhni bu musobaqani ikki qaror olib boramiz ha. Çafka Atay. Hozir 1-0. Hozir natija 1-0. Cho'lpan başladik. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Hayrat qiling. Tez bo'ling. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Yanalar. Qo'shnilar guruhi yengib chiqdi. Jim turli. Oynamayla diyetdi.
Şu oynamaydı degan. Yanalar qo'shnilar gruppasi yengib chiqdi. Hayratga. Lekin Hayratga uchun bir alqish beramiz ko'pchilik. Hayratga bak tirishchilik ko'rsatdi ya. G'ayrat qildi. G'ayratga Chavak beramiz. Voy. Sizlarga muborak bo'lsin. Yana bir qitimliq fursatlar bor. Ha, biz mana atimiz mala o'ynaydi. Adam almashsin hamsa. Çolpan bulaşken. Baba. Kaloshicha yo. Kengres 1, 2, 3 başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lekin Asr yulduzi gruppasi, Cho'lpon, Asr yulduzi gruppasi tirishchilik ko'rsatdinglar, rahmat. Qo'shnilar gruppasi yengib chiqdi. Muborak bo'lsin. Bayamlam yengib bo'lgan. Yengib bo'lgan. Shu. Yana bir qitim deyishga to'g'ri keldi ya. Endi Adila. Bu basqıçlıq, yəni ikinci basqıçlıq oyunumuzda qoşnur qrupsi yengen boldu. Şundaqla bir tane çolpan kartımızga erişdik. Muborak bo'lsin. Yuqorida biz bu oyunumuzun cazalash türünü məxfiy tutqandıq. Shundaq, endi sizlarga jazo bor. Xayrgulada japa tatdim shu acham. Yengilgan guruhga jazo bor. O jazo bo'lsa, bizning ekranımızda ko'p xil film chiqadi. Bu filmni o'zinglar xohlagan birini tanlaysizlar. Tanlagan filmni guruh a'zolari birlashib sahnamizda o'rinlab bersizlar. Taqlid qilib o'rinlaysizlar. Hep yaxshi. Biz kimlarning asir chiqarganligini uqmaymiz. Qani ekran qaraylik. Qaysini tanlaysizlar? A, B, C, D. Animo, Binimo, Sinimo. D. D. Biraz sanat mekteplerinde okumagansınız ha? Yo'q. Acep çıraylık ettiniz, acep çıraylık ettiniz han. Lekin anlaqışınız bo'lmaydi ekan. Ha? Neymiş ko? Vay o küçük var onda ahmak qisqanda oldu ka. Biz nerede ahmak qildik? Hey, o osmondagi yulduzga gap qilsa gap tushunamdi. Ha? Ko'z qisamish. Vay o yulduzning ko'zini qaysi ota bobimiz ko'rib yiqitgan ukan. Do'st bo'larmish dedi. Voy, men cho'tkaz bir-biri bilan so'qashmay, ap o'tasa, shuning ishi bizga cho'ng gap ukan. Annedan bir naqsh o'qtasin. Akşam çaysa to'lab qo'yibdi ekan, mafkam chiqarmi bu ovozi. Yayrim ketarkan jiroq-jiroqqa tashlab meni azab qilayotgan kuni qopgan bu yurak yarig'i Tansı oynaydigan bunda. Avazınız asıran avazınız. Oturun Hayratda, tayyorlig'inglar bitdimi? Okay. Allah kunning zinni. Nəhayət yaxşı oxudunuz ukan. Nəhayət yaxşı oxudunuz. Yey! Biraz sanat mektepte okumagandınız ya ukan. Voy ya, o'zim bilgankan. Lekin şu qarang, naqshini shunda yaxshi o'qimadingiz. Osmondagi yulduzlar deb ketibdi taxi. Voy o osmondagi yulduzlarni qaysi otbo'g'iz ko'ribdi-kan? Voy u Kichik bola shunday olis bo'lamda. Qara. kichik balon oldimidik biz. Bo'ldi. Bu yoq bir o'qpasini anglab baqila, ha? Endi mencha naqshiga o'qib baqay. Yayrim giderken yiroq-yiroqqa tashlab meni azab
Abi bu oğlumuzun turib ketdimiz nima ish qilaydigan? Bek yaxshi o'qidingiz. Tan saynaydigan bu ya. O'ynasaqmi o'ynaylik. O'ynaylik qilaman. Komediya artistleri yani başqacha bo'ladi. Sizlarga yordami? Yardım. Chapasatlar, rahmat sizlarga. Unda bo'lsa biz o'yinimizning 3-bosqichiga tayyorlik qilamiz. Naq maydondagi do'stlar, endi biz programmamizning 3-sonning 3-bosqichlik o'yiniga qadam qo'yamiz. O'yinimizning ismi Kim cho'gilidi? Üçüncü oyun Kim cho'gilidi? Bu oyunda ikki guruh a'zolarini parda ayirib turadi. Guruh a'zolari ichidan birisi o'z joyida 10 qatam cho'rgilaydi. Ondan parda echib etiladi. Qarshi taraf a'zolari kimning cho'rgilganligini topadi. Qani, Abdukerim aka, sizlar o'zinglar bilan birga bu o'yinni tamomlashga qaysi korxona vakillarini taklif qilsizlar? G'ayrat aka, sizlar qaysi korxona vakillarini taklif qilsizlar? Men mushu udduldiga menga o'xshash burt qo'ygan mushu og'inam tanlay. Yasinjon apandi nima? Yasinjon apandi. Sariya shirkatidan Adiljon apandi. Adiljon tanlaydigan bo'lsa, men mo'jiza bilan parilarni tanlay. Parilar bilan mo'jiza shirkatining qani ikimizga marhamat. Başlamdık. Başlayalım. Undaq bo'lsa bizning Asr Yulduzi guruhimiz bilan Qo'shnur guruhimizning bu qitimqi Kim cho'gildi musobaqasi rasmiy boshlandi. Har bir guruhdan bir vakil o'tirg'i chiqib, qo'lg'on tutib, beshini sangilatgan holatda 10 ni piqiraydi joyidlar. Shuning bilan qarshi tarafning guruhi yugurib bu tarafga kelib, kimning piqirganini tepib chiqadi. Topolsa yengan bo'ldi. Topolmasa yengilgan tarafdagi korxona vakillari qarshi tarafga mukofot buyumlarini sovg'a qiladi. Mana bu jazo. Ondaqda cho'gilashni boshlayotgandik. Ondaqda Asr Yulduzi guruhi tayyorlik başlandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barayli. Tez. Ha, barayli. Sizlar kim piqirganda? Xatalaşdınız. Arzgadan közge qarab qoldim. Ya xatalaşdınız. Ya xatalaşdınız. Ha, 3. Xatalaşdınız. Guruh başladı genkat. En ahir qararыңlar. Arzgul Xandan. Közge qarab qoldim. Arzgul Xandan. Guruh başlığı Baysayxan Atkiram Abduzaka en ahir qararını çıkardı. Qararını çıxarıcı çıxasın. Arzgul Xandan. Çolpan. Dertlerimni sorma mendi. Çünkü jirak sen diğemdi. Kimdi? Dalla. Gözünle bakmam gözüm onda bitti. Bu qitim Asr Yulduzi guruhi yengilib qoldi. Xo'sh, biz taraf o'taylik endi, ya. Biz taraf o'tamiz. Göz en keyin turib bunda bo'lib ketdi. Cho'kalmagan odam nima nasib o'raydi? Ha, diqqat. Undaq bo'lsa, Asr Yulduziga diqqat. Bizning hozir Qo'shnur guruhidan ma'lum bir vakil cho'gilaydi, ha. 3 2 1 başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu yaktıkiler, bu yaktıkiler. Xasiyat xanım. Xayratqa, sizlarning oxirgi qararinglar. Siz en ahir karar. Musha shu. Yig'ib qoldilar. Qachonlar piqirgandan namacan. Yarım işte oturup yok. İş kaybolduğunu çünkü tutamazdım. Endi buna qilamiz. Birda bir bo'lib qoldi. Diqqat. Sevimliklar, birda bir bo'lib qoldi. Endi adil bo'lsin uchun. Namacan. Adil bo'lsin uchun endi har ikki tarafdan birdan vakil birla vaqtda ikki tarafni tang piqiraydi. Shuning bilan ikki taraf a'zolari o'zaro bir yerga yig'ilib, qaysi guruhdan kimning piqirganini tepib chiqadi. Tushunishlik bo'ldimi? Qani ikki tarafga o'tinglar. Diqqat. 3
2, 1, başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İki taraf azaları çıkılınlar. İki taraf azaları çıkılınlar. Sizlerce, hoş. Qaysi grup avval tapısızlar? Özünüz ixtiyar qilinglar. Ben tapdım Gojenşin. Mehmetcan, qavm olimni dedi. Gojenşin. Abdukerim aka, chizim qilamsizlar? Xayrigul odam. Men deyman Abdukerim kamga. Ha, chizim qilinglar. Unda guruh boshlig'i deb bersin. G'ayrat aka, Abdukerim aka. Guruh boshlig'i kim? Abdukerim kam yo Xayrigul odam? Ya degan gap yo'q. Qaldisin deyman. G'ayrat aka. Balaning gruppasidan yana Mehmetcan deyman. Ya Xayrigul odam ki. Oxir qarar 3. Oxir qarar G'ayrat aka 3, 2, 1. Chizim qiling. Ben özüm değil mi? Ha. Koptu. Sizlerden gipanlarıma hayır gör. Ha, diqqat, Abdukerim aka. Endi siz guruh a'zolaringizning fikrini anglab, siz chizim qiling. Gojenşin pavduna ha. Evet, çocuğuz bakalım. Maqıtım. Yani şu çolpanda qıtırdı. 3, 2, 1. Chizimlashtirdingiz? Cho'lpongul. To'g'ri bo'ldimi? Men oldi bilan ma guruhni so'ra. Cho'lpongul sizmi? A guruhidan Xayriguldam. To'g'ri. To'g'ri emas. Men cho'g'ilga. Abdukerim kamma? Meni topilib to'g'ri keldi. Undaq bo'lsa, bu qitim bizning Abdukerim kam degandi. Asr yulduzi Arzugul xondan to'g'ri deb ekan. Asr yulduz guruhi yana yengib chiqdi. Demak, cho'lpon kartasidan, cho'lpon kartasidan yana birini sovg'a qilamiz. Mana 3-chi bosqich o'yinimiz bu oxirlashdi. Bu o'yinimizning jazosi boshda deb o'tganimizdek qaysi guruhni uqtirib qo'ysa, shu guruhga taklif qilingan korxonchilar vakili qarshi taraf a'zolarini mukofotlaydi. Voy, bu ta'tirif qilibdi bu. Deydi, jariban to'laydiganqa. Qani Chindil apandim, sizning qanday sovg'atlaringiz bor? Yaxshimisizlar? Sizlarningki ko'zinglar nayt o'tkirken. Men Şinjan Çindil şirketimiz işlep pazarga salgan huzur mahsulotimizdan Çindil ko'z rushellashtirish kapsulidan so'g'at qilay. Barak bo'lsin. Ko'zinglar ham rushel bo'lib ketsin. Qani Safiyat Adiljon apandim. Yaxshimisizlar do'stlar? Safiya şirketimiz cho'lponliga azroq bo'lsin so'g'at qila olganligimizdan faxrlik his qilamiz. Xushal bo'ldik. Bu fursatni berganligiga. Bizning bu şu yuyunish buyumlari sovg'a qildim. Barak bo'lsin. Qadrli ko'rman do'stlar, ekran oldidagi hurmatli ko'rmanlar. Bizning Abida Cho'lponlar sahnasi programmamizning 3-soni mishada oxirlashdi. Yengib olgan guruhga muborak bo'lsin. Albatta, tirishgan, g'ayrat qilgan guruhga muborak bo'lsin. Biz kelar qilgan programmamizni ko'rishaylik. Aman bo'linglar. Xayr bo'lsin.